Akalarim, sizlarni ko'rgani keldim. O, Solnышко. Bitliqi ke. Sizlar meni sog'inmadinglarmi shunda? Sog'indim. Juda ham sog'indim. Krasotka. Kuyov bola yaxshilami? Yaxshi, o'zingiz qanaqasiz ishlar bilan charchamayapsizmi aka? Biroq sog'indim sizlarni. Biz ham juda sog'indik. Buni joyga ber. Salating. Ana zo'r bo'ldi yangi shlanka. Davomi. Aka. Qaranglar, yangi shlankani issiqqa qo'yib qo'ygansizlar. Men sizlarni o'ylayman deb ko'ryapsizlar, yorilib ketmasin deb tozalga olib chiqib qo'ymoqchiman. Rahmat, Solnышко. Juda ham mehribonsan-da. Mana hozir olib kirib qo'yaman. O'xshamadi-ku. Charchamadingmi? Akani gilamili va shi chang bo'lib ketibdi. O'shanga qarang, qiynalsam ham ko'tarib chiqib qoqib bermoqchiman uyda tozalik qilibdi. Yaxshi. Qani gilamni qoqoq qiqing? Hozirmi? Shu yerdan. Yaxshi. Aka bo'ldi-yu. Yaxshi. Gilamni qoqib olasan-ku, keyin borib changini artib, gilamni solib qo'yasan. Biz choy ichamiz, yur. Choy? Uf, nimaga bunaqa og'ir narsalar tanlayveraman? Yengilroq narsa tanlasam o'lamanmi? Akalar, yana sizlarmi? O'ylab qarasam, shu paytgacha sizlarga hech ham shashlik qilib bermagan ekanman. Shashlik qilib bermoqchiman. Prinsessa, shashlik pishirishni bilasizmi? Yo'qot uni. Undan ko'ra mana kirlarni yuv. Nimaga o'zimni boshimga bola orttirib olaveraman, ey? Aka, sizlar ham temizlikni ishlatasizlarmi? Bu zo'rda Xitoyning sifatli mahsuloti. Kirlarni bakteriyalardan toza va yumshoq yuvadi. Kiyimlaringizni yuvsangiz yoqimli hidi 20 kungacha ketmay turadi. Solnышко, buni qo'l yuvadigan pinkasi ham bor. Voy, kapsulaligi ham bor ekan-a? 6 kilo kirga 3 ta donasi yetadi. Bitliqi. Har bitta kapsula sanab qo'yilgan. Olib ketishni xayolingga ham keltirma. Voy, hop, bo'pti. Mayli akalar, yaxshi qolinglar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Bo'pti. Mayli, sog' bo'lgin. Bo'pti, mehribonlarim. Aka, men bunuchi men uydan olib kelaman. Как раз 20 razmer ekan.